Sen nimani ham bilarding? Sen to'g'miyasan-u. Ba'zi bir erkaklar ayoliga nisbatan sen to'g'miyasan, seni aqling nimaga ham yetardi, sen jim o'tirgin degan gaplarini ko'p eshitaman. Qachon oila bo'ladi? Qachonki ayolini ham fikrini eshitganida, bir-birligini fikrini hurmat qilganida oila bo'ladi. Ayoliga nisbatan sen to'g'miyasan deb qarayaptimi? Demak, farzandini ham to'g'miya bo'lishiga rozi bo'lsin. To'g'miya ayoldan pul qizg'aniladi ilmi uchun, rivojlanishi uchun, o'ziga e'tibor qaratish uchun pul qizg'aniladi va farzandi ham oxir-oqibat to'g'miya bo'lib yetishadi. Ilmsiz ayol nima bo'ladi? Rivojlanishdan, o'sishdan to'xtaydi va farzandiga beradigan hech narsasi yo'q bo'ladi. Agar sizni turmush o'rtog'ingiz ham sizga nisbatan shunaqa munosabatda bo'lsalar, yo'q, men ilm olaman, rivojlanaman deyish xohlasangiz, kommentariyada ilm so'zini yozib qoldiring. Siz uchun manfaatli bo'ladigan ma'lumotlarni yuborib qo'yaman.